Assalomu alaykum. Barcha viloyatli asalarichi aka-ukalarimiz. Ushbu yashiklarimiz 2026-yil 2-iyun kunida olinyapti video. Xo'p, paketlarimiz 3 li taxtadan ishlangan 2 xonali 4 ta ram ketadi. Mana shunday holatda ichlari ko'rinishi 2 xonalik. Narxi buni 300 mingdan sotilgan edi. Sezoniga hozirga arzon qilib beramiz xudo xolasa. Bundan bor zapas. Keyin 3 tadan 6 taligi ham bor. Mabodo kimgadir kerak bo'lsa, bu narxini ham 280 sotilgan. Nima qimmatroq deyishingiz mumkin. 4 tala tomoni va pol qismi 3 li taxta hammasi. Katta eshik bilan birga bir ishlangan. Kelishtirib beramiz buni ham. Xo'p, keyin mana bu 5 tadan 10 taligi bor. Bu ham 4 tala tomoni va pol qismi 3 li taxtadan ishlangan. 4 ta xonaga bo'linadi. Xohlasa 2 ta xona, xohlasa 4 ta xona qilib foydalansa bo'ladi. 2 ta litok ochib qo'yilgan. Kimgadir kerak bo'lsa orqa tarafdan litok yoki old tarafdan yondan litok ochishga shans bor. Bu yashiklarimiz 320-330 sotilgan. Kelishtirib beramiz hozirga bo'ladi ham. 16 ramkali zakrita vagonga bu. Chuqurligi 9 sm qilib qilingan. 16 ramkaligi zakritaga bo'ladi bez qopqoq. Ram keladigan joyi 9 sm chuqurroq. 8 taliklarimiz. Xo'p, keyin mana bu 5 tadan 10 ta ketadi ramka. 5 tadan 10 5 xonadan 10 xona demoqchi edim. 5 xonadan 10 xonalik. Xo'p, ichki holati mana shunday holatda. Sal uzunroq yashik bu. Ikkita svobodni zo'r ramka joylasa bo'ladi. Mana shunday holatda. 3 li taxtadan bu ham. O'nlar 2 ta litok 2 tarafdan, 5 tasi oldidan, 5 tasi orqa tomondan qilingan. Bundan 4 ta 5 ta qolgan. Keyin hadavoy asosan 2 xonali yashiklarimiz bor, 90 lik, 10 tadan 20 ta ramkalik. Yoni cho'ntak qilingani ham bor. Paket hisobiga foydalansa bo'ladi. Uni o'zlari tushunasizlar. 2 xonaligi shu cho'ntaklar qilib bo'linganlari bor. 480, 500, 470 sotilgan. Hozirga kelishtirib beramiz. Sezon oxiriga bemalol foydalansangizlar bo'ladi. Agar realni kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shu Telegramga telefon nomer ishlamay qolishi mumkin. Xo'p, Qozog'istonga ish bilan ketyapmiz. Bu yashiklar qoladi. Keyin mana bunisi bu 6 xonaligi. 3 ta ishdan ham ketadi. 6 xonalik. 6 ta xona bundan bor nechtadir. 12 ramkalik yashigimiz bu. 2 dona qoldi bundan. Xo'p. Keyin mana bu mikroniklis deyiladi. Shunaqa yashiklarimiz ham bor. Mikroniklisimiz 5 ta xona bo'ladi. Ikkita ram ketadi. Ramkasi o'zini o'zi yopadi. Karmushka joylari mana bu 5 ta karmushka joyi bu. 2 tomonlama, 2 tarafdan ham bu 4,5 li taxtadan ishlangan. Ustiga setka qoqadi. Zamir hech qayerdan chiqib ketgan joy bo'lmaydi. Pergordkalari bor, faqat ramkalari yo'q lekin. Mabodo kimgadir kerak bo'lsa, pergordkasi bilan narxi buni 230 ming so'mdan chiqadi. Ramkalari bilan 270 mingga chiqishi kerak o'zi. 230 mingdan chiqadi. Mana bu keyin korpusli yashiklarimiz. Korpusli yashik kimgadir mabodo kerak bo'lsa, zakaz bersanglar taxlab beraveramiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Sarosiyo qishlog'ida joylashgan. Shu mahsulotlarimiz bor. Ram detalimiz ham xudo xolasa bo'ladi. U qolmay qoldi ram detalimiz, sim tortilgani, pachkaligi, raspnoyi qolmadi xullas ram detal. Qolgan mahsulotlarimiz bor. Rahmat hammaga. Telefon nomer 97 589 12 21 nomerga bo'lamiz. Rahmat hammaga. Salomat bo'linglar. Alloh hammani barakasini bersin.
asalarilar zo'r ishlab, asalni tonna-tonnalab olishlik hammalaringizga Alloh nasib qilsin. Pulli ishlab bizning oldimizga mahsulotga kelaveringlar. Salomat bo'linglar.